foydali ma'lumot yetkazib qo'ymoqchiman. Bu videomizni Onyx mexanika haydaydigan akalarimiz uchun va hamkasb usta akalarimiz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Ko'p Onyx mexanika haydaydigan akalarimiz fleshka o'qimayapti deb bizdan so'rab kelishadi. Akalar, bu joy faqat mana znachogi turibdi, zaryadka uchun qo'yilgan. Akalar, bu yerda fleshka o'qimaydi. Mana sizlar uchun ochib ko'rsataman. Bu yerda mana ikkita dona sim kelgan. Bu faqat zaryadka qilish uchun qo'yilgan. Mana o'zingiz znachokdan ham bilsanglar bo'ladi. Bu akamiz ham fleshka qo'yib ko'rdilar, fleshka o'qimayapti deb keldilar. Onyx mexanikalarda faqat radio bo'ladi, fleshka o'qimaydi. Ikkinchi foydali ma'lumot, Onyxlarning orqa eshigida kalonkasi bo'lmaydi, simi ham bo'lmaydi. Agar o'zingizlar kalonka qo'yib, sim tortib ishlatmoqchi bo'lsanglar, xo'p, orqa eshigiga kalonka qo'yasizlar, sim tortib olib kelib, mana shu magnitofonning orqasida ikkita shtekeri bor. Bittasi yashil, bittasi qora. Mana shu yerda bo'sh joylar bo'ladi. Mana shu qora shtekirda 7-chi, 3-chi pin bilan 8-chi, 4-chi pin orqa kalonkani joyi bo'ladi. Shu yerga olib kelib ulab qo'ysanglar, xudo xolasa, orqa kalonka ham ishlaydigan bo'ladi. Video foydali va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Bu videomizni usta akalarimiz uchun ham, Onyx mexanika haydaydigan akalarimiz uchun ham albatta foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlar uchun albatta foydali videolar qo'yib turamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.